Hozirmi kechqurun biri bekal olib qolsam, xatirishni mashq qilyapman aka. Voy, shundami? Xayritinga barakalloh aka. Bo'ldi. Meni maqtab uchirma aka. Amalga yurish material bo'lsa izlab boqasiz. Ma'qul. Endi hozir bilim egallamagan bilan taraqqiy qilolmaydi. Qiyinchilikni yengilolmaydi. Ha? Sen o'g'il Ma'qul. Qaysarjon, O, bu kitoblarning hammasi xarzuvchi ekan-ku. ben dedim aka. Bu zat Uyghur kitaplar pek az. 2 yıl ilgirgo karxanchilar qo'llanma safari kitap chiqibdi ekan. Men bu nomini chiq anglagan. Hali oldin qatim to'yog'im Mahmudjon degan og'inam pek kitap saqlaydigan bo'ladi. Ha. Osh bo'limi surishliq boqaymi ya? Bo'z shunda bir qilgan ekan. Ma'qul. Bir surishliq boqay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom adash. Teshikmadash. Voy, nima ish qilyapsan? O'zim ko'ryapsan va mana. Matalga suv qo'yib keldigina. Ha. Shuning bu suv teshib ketib. Bütün kitaplarım suvda qapti. Necha vaqtdan yaqin shunda tatsi chiqqan kitaplarım deb. İçim pek serildi cuma. Qani o'tir adash, o'tir. Hey, Mahmudjon. Sen kitapni shuncha qadrlaydigan odam. Bu kitaplarning uyga kirib qolmay, nimash talaga chiqib qo'ygan bo'lgan endi. Adash. Bu teshig'im ma'chiq bo'lib qo'yamdim deyman. Men o'tganda Ürümçelik kelgandim degina onamda oldiman deb. Shuning o'li bu Osiygo'l kitaplarımni o'yib qozonmay teshig'ga chiqib qolib qo'yapti. Ma akam bir qism kitapni qara. A Turni Saxan degan to'ppish xotonga azani setib aytgan gap degina. Qolganlarim o'sha endi. Do'ppichi bu kitaplarni nima qilamda? Sen bilmamsan? Ana. Ma do'ppini patlaydigan qog'oz tiqid emasmi? Ha. Shuningga. Barni o'g'ri oldi. Yo'qini qaraqchi deb. Eski kitaplarım. Osigul gaqimidingmi? Gaqildim adash. So'qishdim degina atiga. Ham bo'g'liq bo'ldi. Izg'i kelmaydi. Meningmi bexastaligimdan ketdi bu ishlar. Bu kitaplarni o'zim qadrlamasam, bular qadrlamdi. Haqiqatan absnurli qish bo'pti. Bo'pti adash, ko'nglingni yerim qilma. Kim tuluqlab olsang bo'ldi emasmi? Tuluqlayman adash. Cho'qim tuluqlamasam bo'lmaydi. Ha, o'zingcha bir ish bilan kelganmidda? Ha. Shuma to'ydan keyin faqat kelib bo'lamidim. Shu bugun sen bilan ko'rishgach, bir kitobni seni bormikan deb izlab kelishim. Qaysi kitobni deysan? Korxonchilar qo'llanmasi degan kitob. Haras bu kitap 10 yil burun nashr qilingan degina. Ha. Bu kitobni men olgandim. Ha. Shu o'tganda do'ppichiga setilib ketgan kitobning orasida yutib ketdi. Voy, izzat. Haras sen Kenetninki qiraat qilib berib baqdingmi? Ha? Men cho'qim o'shada o'qish mumkinmi? Ajab kalam kelmabdi. To'g'ri. Hey, bu Kenetning qiraatxonasini hozirmi ichib o'tamda? Endi
burunqili ochdi degan qiraqanni. Ha. Men ancha-muncha berib turdim. Hozir shu malik dehqonlar tuzuk kitob ko'magachga oshmaydigan bo'lib oldi. Endi shu sen kelintik kadrlardan so'rab baqsan, ichib beramiki? Ma'qul. Men akam bilan ko'rishib, shu yerga bir berib kelay. Hey, Mahmudjon. Mush tirishchanligingga sen asli oliy maktabda o'qiydigan bolading juma. İçimde bir açık qilmagan adash. Dadamni singlim ikkimizdan tang oliy maktabda o'qidaman deb iqtisod yoramidi. Endi men singlim uchun o'qishdan voz kechdim. Singlim hozir tibbiy universitetda shunday yaxshi o'qiydi-da. Men onanda qo'shal adash. Men ahvolim demisanmi? O'zing bilasan-ku. Sen akılıq burçağını yaxşı ada qıldın adaş. Haras, hazırmı maqalan yazıp turatan sen ya? Ha, mush hozirgacha 7 parcha maqolam, bilim ko'sh, fan texnika gazeti, qatorliq gazet jurnal e'lon qilindi. Ha, Yaqinda taxi yangiini birini bitkizdim. bak yaxşı yaptı adaş. Ben deymango, sen ahir bir kumuş tirishchanligingning mevasini ko'rsan. Mush yolg'iz otning ching'i chiqmas. Ching chiqsa-mu dingi chiqmas deb adash. Mush yer deganda dehqonlar tuzuk kitob o'qimagan ekan. Bunda bir fikrlashadigan, hamkorlashadigan odaming bo'lmaydi ekan adash. Shuning ba'zi vaqtida o'zimni shunda yolg'izlik his qilmanchu. Onda deme adaş. Qishingda men bor. Bunun kesin pat-pat yo'qlab turma. Mahmudjon. Ma kitoblarini to'liqlaydiganqa men pul berib turaymi? Bo'ldi adash, rahmat. O'zimniki azarchiqqinim bor degini, shuning olaman. Mush atrofimdagi yurtlarda nimish kitob ko'maydigandi? Nimishqa namoratlikdan qutulish uchun izlanmaydigandi degan xiyol doim meni azoblaydi qara. Hozir zamon taraqqiy qilib ketdi. Uni o'zing obdan bilasan adash. Lekin biz taxij koni ideya, koni usul yashab kelyapmiz. Deganing to'g'ri. Bu xiyol mendami bor. Endi yurtimizda sana o'xshash odamlar ko'paygan bo'lsa, bu ishlarni o'ngishib ketadi. Sen go yurtni deb akam bilan cho'ng-cho'ng ishni qilyapsan adash. Endi mening xiyolim bor dedigini. Lekin shu hozirgacha bir amaliy ishni qilolmayapman. Nadikida, nimish qilib qolishlarimiz amaliy ish bo'lmaydi. Mahmudjon, Voy. bağdaki meylerim kuru düşüptüken, dar çeçeydigen. Darını eşpi tanışıyamdım. Bospi tanışıyapın Ma'qul. Qani Qurbanjon, kiringlar birdan o'tirlar. Xo'sh, men chiqay. Sirt saqlab turay. Bo'ldi, men hozir chiqaman, juma. Ma'qul. Bo'ldi adashimsa, men bu qaytay. Ish bo'lib qolsa yana telefonlashib qolamiz. Quruq qulla. Yo'q adash, ishim bo'lmaydi. Men qaytib edim, juma. Mamzuni olsa. Ish bo'lib qolsam telefonga. Ma'qul. Bo'ldi, turib qol adash, bo'ldi. Yoqay. Ma'qul. Ma'qul. Ne vasıflar kaçan qilsa qilib qo'ygan. Assalomu alaykum Osmon aka. Ha, nima ish? Birdan kitob ko'radigan to'shni ichib biraman. Meni ishim aldirash, meni avar qilmanglar. Shunda qilamiz manka. Ichib biraman Osmon aka, ichib biraman qilmay. Assalomu alaykum ukalar. Va alaykum assalom. Osmon kanlar qiraatxonada ichpamidimi? Ha, birdan kitob ko'rdi desak, ishim bor deb ichib bermay ketdi. Shu odam ichib bir ketaversa biz o'qib yutib qo'ysak bo'ladi buni. Mening o'qib kitoblarim bor dedi. Osmon kanlar to'g'ri qilmabdi. Shu emasmi? Men uning o'ziga deb qo'yay. Buguncha ishini qilib turinglar. Ha?
ichki qopda makini sepib qo'ying. Voy, unda qilmasanglar bo'ladi. Voy, elanglar. Ha, ma'qul, rahmat. Ma'qul. Rahmat emsa. Ishimiz izdaysizlar, ha? Bo'ldi. Ma'qul. Ha, ma'qul. Ma iqidim berem nima ya, qarizdim ma? Ha, mana. Ha, mana. Elang. Assalomu alaykum, Bekrika. Voy, va alaykum assalom. Hozir javobdan tudingmi, kishliqmi? Muborak olsun aka. Do'kon qilyapsan mana. Muboraklikdek nimiz bor dedi, kichkina ish bu. Ha. O'tiribli gazirchilik qilib qopsizmi? Voy, ukam, ay xelchiqa achangning ishi bo'lmamdi degini. Pul topmasang bo'lmaydi deb yomonlab onasininki ketdi. Shung ashni ekilib ağacha menda yolg'andim bo'lsin. Taq qilib turdim. Ha, bo'pti. So'dan yaxshida? Endi shu yo'lning bo'yida turgan tushliq asraqdi ish bor endi. O'zing bilsa, mengo manda kichik pach-parat ishni qiladigan odam emas. Akanga o'xshash cho'ng ishlarni qiladigan, manda cho'ng binolarni saldigan ishlar bizning qo'limizdan keladi. Ha. Lekin pul yo'q. Pul. Tirishsang uni bo'qala aka. Gazet. Voy. Tami yo'qkan qudan. Tami yo'qshi, mizlik. O'z qo'lim bilan qo'rg'on tursam. Shunga vaqo ukam 1 kilo setib o'g'cha, 1 kiloni uzamchi qo'limdigina. Ha? Kep qapsang bu yoqqa. Senang cho'qim bir ishing bor. Bo'lmasa, meni izlab kelmaysa, ya bo'lmasa gazir chaqin kelib keldim ya. Chaqaver, sen tulanmayman. Voy, yo'q aka. Ha, yo'lda bunda o'tib qolgan. Qarsam, nima bir kitoblarim bor ekan. Nima kitob ko'rib baqay deb deyishim. Yo, hazrat ukam. To'xa dangal tushaydi, ichki jangal deb sen oliy maktabda 5 yil kitob o'qib, yana to'ymabsizgina. Qiziq gapildi ekansan aka. Bu kitoblar o'xshamaydi-da. Ha. Bo'pti. Kura baqa. Ta'lim olib chiqib qoldim. Hey? Sen bir uyangda birato'l kitob saqlaydiganmi odam emas. Sen bu kitoblarni nereden topgansan? Ya ukam, sen men unchilarmi savodsiz ko'ribjima? Men bag'i uyda bag'i, shu bir kun kech cho'g'ish televizor ko'rmajima? Allah kunjular mungjuaga başdan ağır ko'rib bo'ldim. Naning kinosida bo'lqa? Kriyaning kinosi, Kriyaning kinosi. Ya aka, o Keriya degan men xotinning bir noyasining ismi. Koreyada. Ashtaraq ish qilib shu. Men bag'kam. Mush hikoya aytib turadigan bo'lsa, kun kechoch anglayman. Lekin men kitob, bir xat o'qib turadigan ishlarga faqat xusham yo'q, faqat. Mana. Şunu deyman emasmi bu kitoblarni nereden topding deb? Ukam, buni nereden topgani bilan nening karing deyman. Suya bir kim saqchilik qilyaptim ya. Shu mush gazirni yo'gib sataman demisam, bu quruq qog'ozmi bu shu? Bo'pti aka, xapomlig'i ne bo'ldi? Voy, men xapomda ukam. Ben izlagan kitobdan buni ikki pochi bor ekan. Vaqtli rahmat aka. Voy, to'xta. Bekla. Keyin qarab baqa bas qancha pul ekan. Voy, bu muqovisi kendini jitibdi. Boğazını köylemidir buna. Bekla. Mami jitibdi. Voy. Bazı yok ne bunun jitib. Bu bazı yok kitap ne? Başka dem bo'lsa, hergiz satmaydım. Bo'pti. Sana berey. Mush kitobni tanlig'idan qaraganda bu cho'qim azam kitob emas. Shunga ukam, bu kitobni mush gazirning naqdini beraysan, ha? Bu kitobni gazirning naqdi qanday satsa aka endi? Voy, satsam bo'ldi-ku. Gazirning bahsi 20 koy. Men kitobni jinglayman, 30 koydilib berma. Mana. Qara.
800 gram. 800 gram bo'lsa qancha pul ketdi bunda? 24 koy. Ay, mana unda az olmaydi o. 24 koy şu. Ha, bo'pti. 25 koyilib bera bo'ldi. Ketdi. Oy, paç. Kaç blok man 30 koy. Baktı. 30 koy. Men qaytirgan 5 koy yo'q debdi. Ketdi. 5 Voy, voy. koy gazri yürütü. Va aka bu O, abiyatın müzlikinde tutun kam. Estağfurullah. Va aka bu gazırma kadar çıktı mı? Ay yolda bağıcı, çık tüvüt isteyme. İşte öyle oturup, televizyon köygüçü, öyle güller çekemet ben sabına. Lan çok gitti ha. Böyle çıkmış tüt. Bir soğuk bulduk yine. Makul kam. Aka manda kılayla. Ha. Ma kitaplarını bana bergin. Ben sana ma gazdır kaçırlaydıganға sul yok halt ekep rekanda. Avalaş haltanı bir ekle, ondan kim burnunu Hem gep ma boz. kitaplarını jütütmey toğan siz. Jütütme. Jütütme ha, hazır kelime. Ma bu koy. Tava. Etigende bu soğudu mu seni? Kalmışıp kaldı ha. Mahmudjon, oldin qatim akam qurmoqchi bo'lgan shirkatga ism o'ynashadigan bir ishni sana maslahat solaman deb unutib qolibdiman. Menga o'ylashdim. Lekin tozi muvofiqsin deb qolmadim. Sen o'ylash baqa? Ma'qul. Men bir nechasimni sanga day. Arsidan biraz yarab qolsa, shuni tanlab ishiltasa. Ma'qul. Ey. Nda qarsam kayfiyatim tozi yaxshi emas ya. Shu xotin yomonlab onasini ketdi emasmi? Nima ish qilmdi? Ma 5000 koy pul vatı degine. Ha. Ma yo'qolgan kitoblarimni biroq qurbi to'liqlab qo'ya olay desam, pechini biray do'kon ochdim turib oldi. Shundan o'ylab achchig'im nereden keldi? Bir destek bir pulini olgan. Ma ishim bo'lmabdi adash. Ayoling yo oltin deb demabdi. Ya kiyim-kechak kiyma demabdi. Endi shu do'konchi pul topsam debdi. Buni o'ylaganim xato emasga. Lekin ma ayol kishiga qo'l tegizgan bo'lmabdi juma adash. Adash, ma deganingga to'g'ri aqra. Endi men eri bo'lgandan keyin mening gapimni anglash kerak-da, to'g'rimi? Bu pullarni men hozir ishlatib tursam, tugin tip akirib bersam bo'ldi emasmi? Adash, ma ayol kishi degan ma ko'z oldin bekroq o'ylaydi. Hey, bu necha vaqtdan beri ma'lum do'qmishni setayotdi-ku. Shu necha vaqtdan yoqi shu ma'lum do'qmish setib yurgandi. Endi do'kon ijara oldim deb. Men pul yurib turay desam unmaysa, mana mushunda bo'ldi shu. Qarz qilmay deb o'ylagandim adash. Kim bildi? Buni bunday ajoyib qildig'ini. Kitoblarimni biroq qurbi to'liqlab olsam, o'yliq yana bir ig'iz uy silib, kentliklarga haqsiz qiraqan ichib bergan bo'lsam, ozroq bo'lsin bu kitob o'qiganlar jiqlisa, ham sharoitim yarvagan bo'lsa, mosh yezniki bozorning ichiga yana bir qiraqan ichish orzuyim bor. Bu orzuyingmi cho'qim amalga oshadi adash. Biz san qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz. Lekin ayolingni ekologining ishini qilҗima. Mening cho'g'anda fikrim, Mahmudjonning ishi to'g'ri bo'lmabdi. Qana deysan? Avval tam, andin kalam deydigan gap bor fikrim. Er kishi varg'o, meyli nima ishlik qilsin, halaldan pul tepib, xotin bolasini beqib, uningdan oshqiniga andin o'zining qiziqdig'ini qilish kerak. Ha? U yezi deganda kechgacha kitob qarab o'ltasi qo'saq to'ymaydi. Hey, aka. Mahmudjon bir kitob olaman deb xotin bolalarni tashlab qo'ygan yeri yo'q. Bunchalik mas'uliyatni umu biladi. Ma shu uzun yil yiqqan kitoblarga chidamay, va tuqqanlarining g'imini yeb shunday qilyotdi. Amaliyotda vaqo u jiroqni ko'zlayotdi. Ma odam deganda ancha-muncha nishon, g'oyi bo'lish kerak-da.
Endi qo'saq to'ysli hisobmi? Ya ukam, men mavu bir kitap o'qishni xato demadim. Ha? Sen to'y qilib uy tutib boqmagandan man bilmaysan. Eng avval ma qo'saqning g'imini qilamiz ukam. Undan keyin boshqana. Sen og'inangga deb qo'y. Pulni buzib kechib yumusin. Xotin bolasi vaqtida yandirib o'tkazsin. Obdan cho'kini kapcha. Kitap degan nima go? Keyin pul topganda yig'avasin bo'ladigan nima va? Voy Shundami yadida? Men bir og'inamga yordam qilarmikin desam, ne gapni qiladi ekan? Ha, men qartırk dehqon, anda ishni qadin uqmaymanman. Da'vatni gapini manan. Bo'ldi, talashmanglar bolarim. Bu xotin ishida bir qarasa ikkilisining to'g'ri ekan. Lekin cho'qim birisiga yo'l qo'yish kerak. Meningcha bo'lsa, ayol kishi ig'ir-besig'roq bo'lib, erning to'g'ri orzu havasini qo'llashi, madad berish kerak. Biz akam bilan nasihatlashib, uning qilayotgan ishini qo'limizdan kelishicha qo'llaylik. Rahmat dada. Aka. Mening yiliqi Mahmudjon degan og'inam ozroq ko'ngilsizlik uchrab qopti ekan. Shuna bir yordam qilib qo'ygan bo'pti. U qanday ko'ngilsizlik uchrabdi? 10 necha yildan beri yemay, ichmay yiqqan kitoblarni suv esib ketibdi. Afla. Bu kitoblarni to'liqlayman deb ayolning yig'ib qo'ygan 5 ming pulini so'rabdi ekan. Ayol bag'lanmabdi. Shuning bilan ikkisi urushib qilib, ayol onasining yomonlab ketibdi. Mahmudjonning hozir ro'y kayfiyat faqat yaxshi emas aka. Sen bizni pul chiqarib, ash kitoblarni to'liqlashga yordam qilaylik demoqchiman. Boshda men shunday o'ylagan. Lekin Mahmudjon bek g'ururlik bola. U uni unmayotdi. Men pul berib turay desam unmayotdi. Mahmudjonning qo'lidan bir ish kelamdi. Yoki uni o'rganganmi? Voy, bir ish deysan aka, bir qancha xil ishlar keladi. Masalan, remontchilik demsan, boqmachilik demsan, mevlik daraxtlarni ulash demsan, shuning o'xshash nurg'un ishlarni qila oladi. Hatto fan texnikaga oid ba'zi maqolalarni yozib, gazet jurnallarda e'lon qilyotdi. Rost gapni qilsam, Mahmudjon bir ko'milib qolgan ixtisos egasi uchun. Unda bo'lsa, uning qo'lidan xili chiqish kerak. Shuncha ishni qila olgan odam ash iqtidorini ish qilsa, pul topsa yoki igilik tiklasa bo'lmamdi. Shu bilimlarga tayinib, ancha-muncha qo'lin qo'shnilarining ishini qilib berib, pul tetkazlayotdi. O'zi bek tatinchoq bola. Yanchiqda mablag' yo'q. Shu cho'ng ishni qilolmaydi. Maqsadingni tushundim uka. Navada biz kelgusida shirkat yoki zavod qurib qolsak, bizga toza lozim bo'ladigan bo'lar ekan. Biz uni qo'limizdan kelishicha qo'llaylik. Qanday qo'llash to'g'riliq, o'zing bir nimada. Menda chatoq yo'q. Ma'qul. Rahmat aka. Unda o'z men uning bilan yana bir ko'rishay. Bu qiroatxona masalasiga kelsak uka. Men bu ishni kent mas'ullariga inkos qilsam, ular ortiq ishga aralashding deb qolandiki deb, men bu gapni ularga demagan. Endi bunda qarab baqsam, bu bizga ham kentimizdagilarning manfaatiga taqishadigan muhim ish ekan. Bunda ahvolda men ko'z yummasam, toza qamlashmagadek. To'g'ri. Shu banada bu qiroatxonamiz tartibsizlanib qolsa ajab emas. Mush ish to'g'riliq kent mas'ullari bilan ikkimiz bir ko'rish baqsa qopti ekan. Shunda qilaylik aka. Juray. Hozirlik berib kelaylik. Sizlar inkos qilgan bu masalaga mening ko'ngil bilinmaginim rost. Bu savallik bizda Qayimjon. Sizlar sekretar bo'g'ilmi uzun bo'lmadi. Buni to'g'ri tushunamiz. Men shu qiroatxonadagi kitob materiallar ziyon uchirmasa, qiroatxonami o'z qarorida ochilsa, dehqonlarning kitob o'qish qizg'inligini oshirsak,
shu dehqonlarimizningki safosini yuqori ko'tarishga foydasi bo'lamdikan deb men bu ishni degandim. Bu gapni deganingiz pek yaxshi bo'ldi. Yezi deganda etsiriqning shirindan bo'lib ketib, mana mo'yim ishlarni unutib qoladi ekanmiz. Uning ustiga Osmon degan qiraatxona qaraydigan odam hammaga ma'qul deydigan, lekin ma'qulga amal qilmaydigan odam ekan. Eng muhimi kitob o'qimaydi. Shundoq. Necha vaqtdan beri kentning mo'yim ishlari, dehqonlarning turmushidan bo'lib ketib, maoshqa biz raskomay bo'lib bo'lolmadik. Ha, Osmon oqimmo keldi o'g'ay. Chiqib qiraatxonni bir ko'rib boqaylik. Ma'qul. Shunday. Osmon oqim siz ishini qilaveringlar. Biz o'zimiz taqib o'tamiz. Ma'qul, sekretar ma'qul. Mana qarang. Bu kitoblar qancha bog'liqlik turibdi mana. Shuni demamsiz Qayimjon. Hukumat nurg'un mablag' ajratib, nashr qildirib, haqsiz keltirgan kitob emasmi? Bularning hammasi Sharq Shamli qurilishtir bo'yicha nashr qilingan kitob ekan. Siz aytgandek, partiya hukumat dehqonlarning madaniyat safosini yuqori ko'tarish uchun yilda turkumlab kitob jurnal nashr qildirib, asos qatlam o'tib beryapti. Lekin biz-chi Tehe, bundan hech qanday foydalanmayapmiz. Menimcha, bu qiraatxonaning rolini joriy qiladigan vaqt keldi. Aslında. To'g'ri deysiz Ahmadjon. Biz darhol tadbir qo'llanib, kam kitoblarni to'liqlab, dehqonlarning kitob o'qishga, bo'sh vaqtlarni ma'nili, ahamiyatli ishlarga sarf qilishga rag'batlantiraylik. Men yuqorida aloqalashib, dehqonlarga amaliy naf beradigan, ular qabul qila oladigan dehqonchilik, boqmachilik, bog'vanchilikka oid va yo'q kitobni bir turkum ekanlar. Bu nayt yaxshi gap bo'ldi Ahmadjon. Sizga rahmat. Qayimjon, sizga mi rahmat. Buningdek shunday yaxshi, foydali takliflaringiz bo'lsa, bizga maslahat berib turing. Albatta sekretar, albatta. Faqat maslahatlar emas, amaliy harakat bilan qo'llayman. Vay. Va alaykum assalom. Mahmudjon adash obdan tudingmi? Hammami yaxshi, yaxshi. Candan yakın yazgan bir paş makalesi Abnum rayonimiz boyunca 2. derecelik mükafat girişip kentimizge, yezimizge, şunakla şehrimizge şan şeref keltirdi. Emise senince qaysi öy bula? Meningçe Qasımcan Ruşengül yetip qopavatqa öyni tüzeştirip bersek ulamdık deyme. Qasımcanlı şu. Ula bu öygi kona. Hemmis üzünün üydek. Amrak balanga yan besevatız da. Vay nemi deydi qallıda dese. Hemmis menin amrak ballarım. Hemmis ma qanımni yerip çıqqan balla. Qaysar to'y qilib cho'ng uyda o'tirdi. Biz uchdan ish kichik uyda o'tiramda. Mushunda qilsak muvofiq bo'lamda. Va uningdan bo'ldi biz bu uydan ko'chib chiqib ketdilar. Bir chaqlar ajab ayiblab ketib qolganding meni. Oliy maktabni bitirib, kelgan yering yana mush yezibdi-ku. Taqdirga ajoyib-a. Men sana deb qo'yay. Men nimada bo'lmasin, oliy maktabni a'lo natija bilan bitirib keldim. Sana o'xshash yerim yo'lda to'xtab qolmadim. Azizane diyorim var. Vay, kaçtede